Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan birgalikda mashhur bo'lgan salatlardan biri murskoy kapriz salatini birgalikda meni talqilimda, men oilamga qanaqa tayyorlasam, shunaqa holatda tayyorlab ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. O'zbekistonda, Toshkentda yashaydiganlar bilishadi. Do'konlarimizda har xil hozir go'shtlarni tayyor holatda pishirib tayyorlab olib chiqib sotishyapti. Shu go'shtlardan olamiz. Birinchi navbatda mana qazini to'g'rayapman. Xohlasanglar kichkinaroq to'g'raylar. Mana shunaqa kattalikda to'g'radim. 250 gram qazi soldim. Albatta masalliqlarni kamaytirishingiz mumkin. Mana endi ikkinchi mahsulotimiz, go'sht mahsulotimiz. Bu tovuq go'shtidan bo'lgan press go'sht. Undan ham 250 gram olib, shunaqa kattalikda uzuncha, xuddi videoda ko'rganingizdek to'g'rab olamiz. Juda ham oson salatlardan biri, juda ham to'yimli, nomiga mos salatlardan biri. Uchinchi go'sht mahsulotimiz ham mol go'shtidan tayyorlangan, ya'ni archa shoxlariga dimlangan mol go'shti deb ataladi. Bu go'shtdan ham 250 gram o'lchab oldim va xuddi videoda ko'rganingizdek qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Ana endi 4-chi go'sht mahsulotimiz dudlangan halol bo'lgan kolbasadan ham 250 gram o'lchab soldim. Albatta bu kolbasa ham boshqa go'sht mahsulotlariga qarab o'xshatib chiroyli qilib to'g'raymiz. Endi mana shu go'sht mahsulotlarimiz oldiga mazali bo'lgan, juda ham vitaminga boy, kalsiyga boy bo'lgan qattiq sirdan 250 gram o'lchab olib, uni ham shu holatda mayda qilib to'g'raymiz. Oqsirga, kalsiyga boy bo'lgan go'sht mahsulotlarimiz va sirni oldiga xushxo'r bo'lgan barradek mana shunaqa bodringlardan olib, po'chog'ini artib, 4 tagina bodringni shunaqa qilib chiroyli qilib to'g'rab solamiz. Juda ham salatga boshqacha maza beradi. Albatta solishingizni tavsiya qilaman, qizlarjonlar.
Ana endi salatga kerak bo'lgan hamma mahsulotlarni to'g'rab tayyorlab oldik. Quyuqroq bo'lgan mayonezdan solamiz va yaxshilab aralashtirib 15 daqiqaga qoldiramiz, 10 daqiqaga va dasturxonga va mehmonlarimiz uchun tezda tayyorlab beradigan salatlardan biri murskoy kapri salat tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Internetda, YouTube'da juda ham ko'p salat turlari ko'p. Murskoy kapri ham har xil tayyorlanadi. Men o'z oilamga qanaqa tayyorlasam, shunaqa talqinda sizlarga ham tayyorlab ko'rsatdim. Aytganimdek salatni kamaytirish va ko'paytirish mumkin. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.